Polikistoz tuxumdon sindromi qanday alomatlari bor? Ultratovush tekshiruv natijalarida tuxumdonda ko'rilgan vaqtida tuxumdonda joylashgan folikulalarning bir chiziq bo'lib, bir nechtasi bir xil razmerda joylashuviga aytiladi va bu holatda gormonal fonning asosiy qismi buzilgan bo'ladi. Buni alomatlari qanday? Hayz siklini buzilishi, 2-3 oyda bir marta kelishi yoki 6 oylab kelmaslik holatlari, yuz, oyoq, qo'l sohalarida tuklarning qalinlashishi, ko'p bo'lishi, sochlarning yog'lanishi, tana vaznining oshib ketishi yoki haddan tashqari tana vaznining kam bo'lishi alomatlarini ko'rish mumkin. Bunday holatlarda o'z vaqtida shifokorga murojaat qilmaslikning asorati bepushtlikkacha olib kelish mumkin. Bu vaziyatda albatta siz shifokorga, ginekolog shifokoringizga murojaat qilishingiz va kerakli tavsiyalarni o'z vaqtida olishingiz bunday kasalliklarni o'z vaqtida davolash va oldini olishiga olib keladi.